Bir neşa koşimça davolaş usullerini bir galikda kollaş imkoniyeti. Bizde biyorezonans ve biyofilya tracker mevcut. Rife totali dasturlarımız bor. Clark. Millimetre Tolkien ve transkranial magnet stimülasya kurilmalarımız bor. Tort ksil terapiya, biyorezonans, Rife Clark totali ovoz, millimetre Tolkien ve transkranial magnet stimülasya. Bemorga, sogilik muammosiga, ciddiligiga karab ve alomatlarga karab bir seansta kollaş uçun türlü imkoniyetlerimiz bor. Bazıda iki terapiyani bir vakda, bazıda esaket maket kollaş yakşırok. Bazı misollarni keltirip o'taman. Misol uçun transkranial magnet stimülasyadan oldin biyorezonansni kollaş afzal çünkü umyanin çukur kısımlarını türlü tomir ve arteryalarni miyapoyasi ve boşka çukur kısımlarını ragbatlantiradi. Biz peşona ensa tepa boğlaklarını yo kimyaning ma'lum kısmini ragbatlantirib uni yanada faollaştıra olamiz. Avval biyorezonans bilan ragbatlantirib son transkranial magnet stimülasya kolaganda neokorteksdagi neyronlarni magnet bilan uygotamiz. Bu kuçlirok davolaş tasirini beradi çünkü miya allakaçon faulashkan bo'ladi. Demak transkranial magnet stimülasyaning asosiy afzalligi neyron tarmoqlarni ragbatlantira olishidir. Agar avval biyorezonans bilan chuqur neyron tarmoqlarni ragbatlantirsak, transkranial magnet stimülasya ta'siri ham chuqurroq bo'lishi mumkin. Bu esa yanada chuqur tarmoqlarda reabilitatsiya imkonini beradi.